Büyük Tokay bizning milliy turmushimizning zaruriy bir ko'rinishine aylangan. Agar da men shuni o'ylab qo'yam, Tokay bo'lmasa bizning milliy turmush nindi bo'lar ekan. Chindan da bu menga o'zining buyuk talanti bilan, o'zining tirishligi ham shirning mana shunday shir bilan shunday yuqorilikqa erishgan. Hem mana Tokayning shi'rlari, onun asarlari, ul endi uch shirindagi kishilarning uy kechirishlarin, umtilishlarini tugul, umuman mana shunday kishilarga xos bo'lgan, umuman endi tege baxtga umtilgan, yasharga umtilgan kishilarning tilak umtilishlarini gavdalantiradi. Şuna göre Tokay ol mana bizning xalqimizning nishiktir jon ovozi. Agar da biz mana bugün xalqimizni, tilimizni, milletimizni saqlaymiz deb aytamiz ekan, eng birinchi biz Tokayga yaqinayırga tiyish, Tokayni o'qirga tiyish, Tokayni o'rganirga tiyish. Hem buni o'zimizgina tugul, bizning yosh bo'lgan, yangi tug'an bolalardan olib mana shuni o'rgatirga tiyish. Bar shu vaqtda biz o'z maqsadimizga erishirmiz. Endi hozirgi vaqtda mana shunday o'quv yurtlarında başka yaklardan hazır nişekler milletini kısırıklav, anı şuşunday tiyişince hesap kalmav, şuşunday siyaset başkarla. Evet bizge mina şunday özümüzün ballarımızını, özümüzün ınıklarımızını Tokay tiline, ana tiline üretirge bir kimde kumaşı olanmay. Hem mina şu yönelişte bizge kömeklep indi tarih aldığında, ebi babalarımız aldığında cevaplılıkını tuyup işlerge de işlerge gerek.